Qaranglar-da, mana remellarni uстановка qildik. Mana ikkala chiziq bir-biriga liniyalar keladi. Asha uch burchagi, asha kentikka to'kiladi. Ovozi bor. Endi bir qo'lda telefon, bir qo'lda kompar uchun ovozini mashq holatda eshitkazyapman. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi Lacetti avtomobilini olib qolgan edik. Hozir ovozlarni sizlarga ham eshitkazaman. Mashinada g'orillab, xullas, yoqimsiz ovoz chiqib qolgan. Diagnostikamizni qildik. Xudo xolasa pompa diagnostikasida turibmiz. Ochamiz birgalikda. Hozir sizlarga ovozlarni eshitkazib, undan so'ng ochib mashinani qanchalik diagnostika to'g'ri chiqqanligini xudo xolasa ko'rib boramiz. Endi qanchalik telefonda eshitiladi uni. Lekin ovozi bor, normal taqirlayapti. Zorada ko'rsataman. Xo'p, mana bu pompani skipi. Ovoz eshitilayotgan bo'lsa, taqraq ovoz beryapti. Xullas pompa yangisini qo'yib, remellarni joyiga qo'yib, suvlarni qo'yib, xudo xolasa chiroyli qilib yurgizib beramiz. Mana pompasini chiqardik. Ovozi bor. Endi bir qo'lda telefon, bir qo'lda kompar uchun ovozini mashq holatda eshitkazyapman. Yangi pompalarni joyiga qo'yib, qatirib, xullas. Qaranglar-da, mana remellarni uстановка qildik. Mana ikkala chiziq bir-biriga liniyalar keladi. Pastkisi o'sha aytganimda yana chizib qo'ygan metkamiz bor. Mana bu yerda. Ko'kti yonida mana. Remel qo'ygandan keyin remen bo'sh tarangligini o'zi taranglaydigan, avtomatik taranglaydigan natajitili bo'ladi. Pastki natajitil. Mana uni ham legrovka qilib qo'yiladi. Mana bu yerda kamera ham. Mana bu yerda 6 shestigranli kulchi bo'ladi. O'sha orqali past balandini o'ngga chapga burab, mana bu yerda kontrolni joyi bo'ladi. Xullas asha uch burchagi, asha kentikka to'kiladi uchi. O'shanda remen normal holatda tortilgan bo'ladi. Antifrizlarni qo'yib, xullas yig'ib bo'ldik mashinani. Ovozini eshitib sizlar bilan birgalikda. Ya bismillah. Ovozlar jim bo'ldi. Nima deyapti usta bu? Ovozlar yo'qoldimi? İşiniz yaxshi yengil bitdi. Ha? İşiniz yaxshi yengil bitdi deyman. Nimadan deb o'ylayapsiz o'zingiz? Men ya mana nimada? Gidrolikami? Gidrolikada. Yo, binom pachonidan deb o'ylayapman. Chunki boshdan tortyapti-da. Shu yaxshi ekan. Ha, yaxshi bo'ldi. Rahmat. Atletiyalik bormi yana? Mana yashildan kuyib ber, ona yashildan. To'g'rimi? Ya, toza antifriz bu. Ha? Toza antifriz. Ko'p ham aralashib chiqardi. Bizga ancha rangi qochib ketgan ekanmi? Ha? Rangi qochib ketgan ekan, rangi oqarib. Nima? Asha belvorni ochib qo'y. Ko'r. Voy, ya. Ya qarabasang, asasan qara. Bo'ldi-ya. Bo'ldi. Endi qo'yib mashinaga bosiramanmi? Ha, qo'hmay toshga Rossiya qilib yuraverasiz. Mana mashina pompadan chiqdi. Ayba. Sharhlab qolib, qishdi. Ha, eshitkizdim.
Kimga shunaqangi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, o'sha video opisiyaniyasida nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib, qanaqangi savollaring bo'lsa, savollaringga javob berishga harakat qilamiz. Joyinglar sog' bo'lsin, tinchlikda, xotirjamlik ko'rishlik nasib qilsin.